Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. Center zamokning relesi salon ichiga bo'ladi. Ko'p hollarda bular suv kirgan hisobiga kuyib qoladi relesi. O'zining relesi qimmat. Shunga biz hozir universal center zamokni relesini ulab ko'rsatamiz. Bu arzonroq, ancha ishlab ham beradi. Xo'sh. O'zini bosadigan tomonni o'zingiz tomonga qaratganingizda o'ng tomon pastdagi qism birinchi qism massa bo'ladi, pastlarni. Xo'sh, chap tomondan ikkinchi qism pastdagi ikkinchi qism plus pastlarni bo'ladi. Plus pastlarni berasiz. Xo'sh. Keyin bosadigan tomonni o'zingizga qarab turganingizda o'ng tomon birinchi qism eshikdan keladigan plyuslar bo'ladi, bunisi minus bo'ladi. Glavniy eshikdan keladigan. Bu o'ng tomon birinchisi plyus, bunisi minus bo'ladi. Chap tomon birinchisi. Yopganda bularda где-то 1,5 sekund kelib turadi. Shunga ko'k bilan yashil simni ulaysiz. Center zamok relaydan chiqqan, universal relaydan chiqqan ko'k bilan yashil simni ulaysiz. Xo'sh, keyin bizga qoladigan sim 4 ta sim qoladi. O'ngga 4 bosadigan tomon yana shuni o'ziga qaraganda birinchi, pastdan birinchi sim, keyin 4-sim. Oq bilan sariq. Bu ikkalasini bitta qilasiz. Jigarga ulaysiz. Xo'sh. Keyin bosadigan tomon o'zingizga qaraganda chap tomondan birinchi sim, keyin pastdan 3-sim. Ikkalasini bitta qilib oqga ulaysiz. Bular eshikni ochganda, yopganda minus komanda kelishi. Oqdan ana eshikni nima detskiy nimasidan knopkasidan kelsa, bunisi qulflaganda, pultdan yoki kalitdan qulflaganda keladigan minus. Bunisi ochganda shunday. Shunday ulanadi. Bu ikkalasi kerak emas. Bu mashinalarga o'zi zavodskoy center zamok bo'lganligi uchun ular kerak emas. Qaysi mashinaga center zamok bo'lsa, keyin bular ham ulanadi.